O'z vaqtida trendga aylangan mahroviy tortini haligacha o'z muxlislari bor. Bugun sizlarga hech qanaqa qoliplarsiz bor yo'g'i bittagina listda shunaqa baland chiqadigan mahroviy tortini o'z uslubimda tayyorlab ko'rsataman. Idishimizga 4 dona tuxumni, oqi va sarig'ini birgalikda chaqib solamiz. Shakar, vanilin solib, oppoq bo'lgungacha ko'pirtiramiz. Sut va hidsiz o'simlik yog'ini solib, yengil aralashtiramiz. Razrexlitel va 1 stakan unimizni elakdan o'tkazib, 2 ga yoki 3 ga bo'lib aralashtiramiz. Duxovka listimizga pergament solib, tayyor bo'lgan massani to'kib olamiz va pishirish uchun duxovka pechiga yuboramiz. Juda ham tez vaqt oralig'ida pishib tayyor bo'ladi. Oq biskvitimiz pishgunigacha qorasini tayyorlaymiz. Tuxum, shakar, vanilini ko'pirtiramiz, sut va yog'ni solamiz. 2 osh qoshiq kakao, yarim stakandan ko'proq un va razrexlitelni solib, yengil aralashtiramiz. Xuddi shu tartibda qora biskvitimizni ham pishirib olamiz. Eng sodda va oddiy usulda, ammo juda ham mazali kremni tayyorlaymiz. Qaymog'imizga quyultirilgan sutni solib, o'rta qattiqlikda krem tayyorlaymiz. Biskvitlarimizni chetlaridan tekislab kesib, o'rtasidan 2 ga bo'lib olamiz. Tortimizni kremlab chiqamiz. Oq biskvitimiz ustiga albatta bittadan banan kesib solinglar. Bu bilan yana ham mazali bo'ladi. Yanada yumshoq bo'lishini xohlasanglar, har birini ustini sut bilan propitka qilib olinglar. Tortni ko'rni ham kremlab bo'lgach, chetidan chiqqanlarini urvoq qilib, ustidan sepib olamiz va xolodilnikka 2 soatga qo'yib qo'yamiz. Yoshlikni eslatuvchi bu tortni tayyorlash usuli hammada har xil. Men sizlarga eng ishonchli va juda ham sochni chiqadigan usulini ko'rsatdim. Albatta tayyorlab ko'ringlar. Like bosish esdan chiqmasin.